Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nomlari bilan tavassul qilish, ya'ni u kishining nomini zikr qilgan holda Alloh taolodan madad so'rash. Bu masala tarixiy kitoblarda ham juda ko'p uchraydi. Sahobalar alayhissalom Ridda jangida "Yo Muhammado" lafzini o'zlariga shior qilib olishgan edi. Bu voqea Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin bo'lganligi ma'lum. Bu foydali ma'lumotlarni Ibn Kasir va Tabariy o'zlarining tarix kitoblarida yozib qoldirishgan. Sahobalar alayhissalom bu jangda "Yo Muhammado" deb jangga kirishgan paytlarida g'olib bo'lishgan. Buni ko'rgan hattoki Makka mushriklari ham forslarga qarshi jangda shu so'zni ishlatishgan. Ya'ni ular ham "Yo Muhammado" deb jangga kirgan paytda g'olib bo'lishgan. Mana bu tarixiy ma'lumotlar ham tavassulni inkor qiluvchilarga dalil hisoblanadi. Bu masala lekin juda katta bahsli masala hisoblanadi. Mana bu tarixiy kitoblardagi voqealar ham mana shunga dalil bo'ladiki, mana minglab sahobalar, tobiinlar ya'ni tavassul qilishgan. Hozirgi kunda ba'zi bir soxta salafiy toifalar chiqib tavassulni inkor qilishadi. Mana bu ham bularga qarshi dalil hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.